Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana ko'rib turganingizdek, navbatdagi videorolikni e'tiboringizga taqdim etmoqdaman. Demak, bugungi videorolikni mavzusi tarixiy tasavvur. Savollar bor. Tarixiy tasavvur nima? Tarixni qanday tasavvur qilish mumkin? Tarixiy tasavvurni to'g'ri shakllantirish uchun ilmiy yondashuv va metodlar bormi? Tarix repetitori tarixiy tasavvurni shakllantirishga e'tibor beradimi? Tarixiy tasavvur o'zi nimaligiga kelsak, tarixiy tasavvur bu oddiy insonni miya vazifalari, miya funksiyalari bilan bir qatorda o'sha psixikani, inson ruhiyatidagi vazifalardan, funksiyalardan biri bu tasavvur fazasiga borib taqaladi. Bu aynan tarix mavzusini, masalasini tasavvur qilish, ya'ni tarix olamini, o'tmishni, kechagi kunni, o'tmish voqealarini, o'tmish muhitini, aura deyiladi, o'sha ruhiy iqlimni his qilish, tasavvur qilish bu tarixiy tasavvur deyiladi. Endi tarixni his qilish deganga endi o'sha muhitni, o'ziga xos bir gashtini, o'sha holatni bir voqealarni, o'sha holatlarni qalban ichki kechinmalar orqali o'tkazish bu tarixni his qilish deyilsa, masalan, tarixiy tasavvur endi u ko'z oldida gavdalantira olish bu tarixiy tasavvur. Tarixni qanday tasavvur qilish mumkin? Tarixni tasavvur qilish uchun inson endi hamma har xil holatda tasavvur qiladi. Kimdir masalan ko'zni yumgan holatda meditatsiya qilayotgandek tasavvur qilishi ham mumkin. Kimdir shunchaki rasmlar, kartinalar, galereyalarga borib turli xil suratlarni ko'rish orqali tasavvur qilish emas, bu taassurot hosil qilish deyiladi-da. Taassurot hosil qilish, ya'ni vывод, yakuniy xulosa. Katta harflar bilan demak bu bunaqa ekan. Demak u davrda voqeasi bunaqa ekan. Demak u davrning muhiti bunaqa ekan. Bu tasavvur hosil qilish uchun kerakli bir usul hisoblanadi. Kartinalar tomoshasi. Lekin endi aslida bunday qarasa ilmiy metodlarda demak o'sha tarix o'qitish metodikasidagi uchta o'sha metodikadan biri ko'rgazmalilik metodikasi, metodlar jamlanmasiga ham kiradi. Mana shu sohaga, yo'nalishga. Bunda rasmlar, grafikalar, xarita bilan ishlash, ko'rgazmalik anaqalari, turli xil materiallar, buyumlar, ashyolarni keltirish bilan o'sha tarixiy muhitni, tarixiy bir anjomlarni, tarixiy bir voqeliklarni ko'z oldida gavdalantira olish va ozgina bo'lsa ham his qila olish uchun o'ziga xos yondashuv hisoblanadi. Endi kimda qanaqa shunaqa gap. Demak, tarixni tasavvur qilishda, masalan, ko'z oldida gavdalantira bilish. O'qidimi? Tasavvur qilish kerak. Mana shunday gap. Tarixiy tasavvurni to'g'ri shakllantirish uchun ilmiy yondashuv va metodlar bormi? Albatta bor. Hozir aytib o'tganimdek, ko'rgazmalilik metodikasidagi, ya'ni metodlar jamlanmasidagi bir aspekt, instrument hisoblanadi. Demak, o'sha tarix maktab darsligi kitobidan ham masalan olsak, o'sha rasmlar chizilgan bo'ladi, kartinalar, qandaydir grafikalar, nimadirlar orqali demak ko'rgazmali, ya'ni o'sha tasviriy tarzda ma'lumotlar yetkazilayotgan bo'ladi. Mana shu holat masalan bir metod hisoblansa, undan tashqari demak endi kimda qanaqa, masalan, tarixiy obidalarga borib, tarixiy obyektlarga borib ziyorat qilish yoki sayr qilish jarayonida ham kimdir tarixni his qilyapman, tarixni tasavvur qilyapman. Demak, bu yerda shunaqangi insonlar bo'lgan ekan, bu yer shunaqangi muhitda bo'lgan ekan. Ozgina bo'lsa ham o'sha tarixiy aura deymizmi endi, tarixiy o'sha ruhiy iqlimni his qilish, demak o'sha narsani his qilyapman. Ichimdan, ichki kechinmalarim orqali o'sha his tuyg'ularni o'tkazyapman ichimdan degan narsa bo'ladi. Kimdadir esa muzeyga boradi. Muzey judayam bir arxeologik, materialniy narsalarni majmuasi, jamlanmasi hisoblanadi muzey. Endi u yerda masalan fir'avnlarning mumiyolangan jasadini ko'rish orqali yoki tarixiy bir voqea, janglardan qolgan qilichlar, qurol aslahalar, nayzalarni ko'rish orqali yoki bir qimmatbaho san'at asari ko'rinishidagi qandaydir bir tasviriy san'at ijod namunalarini ko'rish orqali kimdadir tarixiy tasavvur shakllanadi. Kimda qanaqa. Albatta ilmiy yondashuv jihatdan masalan aynan menga ham ma'lumi, masalan shu rasmlar bilan ishlash metodi hisoblanadi.
Endi yondashuvlar turlicha aytib o'tgandek, kimdir muzeyga borib tarixni tasavvur qiladi, tarixni his qiladi. Kimdir tarixiy obidalarga sayohat qilish yoki ziyorat qilish mobaynida tarixni his qiladi va tarix bilan birlashib ketgandek sliyaniya holati bo'lgandek bo'ladi. Judayam bir ta'sirchan isterik insonlarimiz bor. Tasavvurga, hissiyotga beriluvchi insonlarimiz bor. U insonlar judayam unga prям подключен deydi-ku, judayam bir yoqilgan holatda bo'ladi unaqa insonlar. Vaholanki lekin meni nuqtai nazarimdan qaralganda hissiyotga beriluvchi, tasavvurga beriluvchi insonlarni emas, aynan aksincha tarixiy tasavvuri qashshoq, tarixni his qila olmaydigan, haddan tashqari masalan o'sha matematический sifralarga yoki materialniy xomashyolarga bog'lanib qolgan holatda tarixni o'rganadigan toifa o'quvchilarimizni o'shanaqangi joylarga jalb qilib, ozgina bo'lsa ham reallikka, ozgina bo'lsa ham tasavvur qilish olamiga, fantaziyaga, tarixni his qilishga yo'naltirsak, maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Keyingi savol: tarix repetitori tarixiy tasavvurni shakllantirishga e'tibor beradimi? Aksar holatda e'tibor bermaydi. Ayniqsa mana bu milliy sertifikat imtihonida ishtirok etib, o'sha malaka imtihonida, demak, tarix fanidan milliy sertifikatni qo'lga kiritib, o'quv markazlarida ishlaydigan ba'zi bir repetitorlar bor. Ular tarixiy tasavvurni shakllantirishga umuman e'tibor berishmaydi. Zaodno o'sha og'zaki metodika qatorida o'sha hikoya qilib berish, savol-javob ko'rinishidagi yoki bir amaliy metodlarga kirib ketadi. Testlar orqali ular go'yoki o'quvchilarda tarixiy tasavvurni shakllantirishga urinayotgandek bo'ladi, lekin vaholanki tarixni tasavvur qilish haddan tashqari ko'p kitob o'qish bilan ham hamisha ham amalga oshavermaydi. Xo'p, lekin shaxsan men o'zimni ish tajribamdan kelib chiqib gapirsam, masalan, men o'zim qanaqangi yondashuv qilaman tarixiy tasavvurni shakllantirish uchun. Tarixiy voqealarni, tarix mavzusidagi ma'lum bir mavzudagi ma'lumotlarni o'ta sekin tarzda подсказывать qilib gapiraman. Demak, bu holatda bu davlat mana bu joyda joylashgan, bu mamlakatda bunday qo'shnilari bo'lgan, bu mana bu davr diaxron jihatdan qaralganda davrlashtirish metodi. Bu o'rta asrlari qaysi biri? Ilk o'rta asrlar, rivojlangan o'rta asrlar yoki so'nggi o'rta asrlar. Siyosiy jihati bunaqa bo'lgan. Bu masalan teokratik davlat, imperialistik siyosatga ega davlat yoki liberal davlat bo'lgan yoki demokratik davlat yoki monarxiya, yakka hukmronlik holati bo'lgan. Iqtisodiy jihatdan bunday iqtisodiy islohotlar bo'lgan, moliyaviy islohotlar yoki iqtisodida g'aznasida mana buncha pul bo'lgan. Bu davlatda bu davrida mana bu sulola hukm surgan, hukmronlik qilgan degan tarzda mana shunday sekin-sekin tasavvur qiling deb turaman va ozgina bo'lsa ham his qilyapsizmi o'sha muhitni. Ba'da men подсказывать qilib turaman. O'quvchi meni boxabar qilishi kerakki, ha, tasavvur qilyapman yoki gavdalantira olmayapman ko'zimda, qanaqa bo'lganida aniqroq tushuncha bersangiz degan ma'nodagi gaplarni aytadi. Albatta, shu bilan bir qatorda o'sha ilmiy metodlardan biri o'sha ko'rgazmalilik metodikasiga tegishli rasmlar bilan ishlash instrumentini ham qo'llayman, lekin endi bu metod hammaga ham bir xil ishlayvermaydi. Chunki albatta men oldin ham aytganimdek, o'quvchilarning hammasi har xil. Xarakter xususiyati, temperamenti, ruhiyati har xil, idrok darajasi, o'zlashtirish darajasi har xil va umuman bunday olib qaraganda avvalambor meni darsimda qatnashishdan ko'zlagan maqsadi har xilda. Abituriyentlar bilan milliy sertifikat imtihoniga tayyorlanuvchilar bilan ishlashimda, masalan, men har doim ham tarixiy tasavvurga u qadar e'tibor bermayman. Ular o'zi chunki ba'zi holatlarda allaqachon o'sha tarix nimaligini tushunadigan, tarixiy tushunchasi bor, tarixni tasavvur qiladigan, tarixiy tasavvuri hech bo'lmasa o'rta me'yona darajada shakllangan, tarixiy ongi shakllangan o'quvchilar bo'ladi. O'zi odatda meni tajribamdan kelib chiqib gapirsam, xuddi shunaqa gaplar. Lekin men xohlar edim va tavsiya bergan bo'lar edim boshqa masalan endi hamkasblarim deymanmi, nima deyman, boshqa menga o'xshagan masalan repetitorlarga yoki tarix bo'yicha dars berayotgan ustozlarga, xususiy repetitorlik ko'rinishida albatta, tarixiy tasavvurni shakllantirishda bo'lakcha o'ziga xos alohida e'tibor berishlarini xohlagan bo'lar edim. Chunki tarixiy tasavvursiz hamma yoq, men oldin ham aytganimdek, uzr, albatta qo'pol jumla, to'tiqushdek bir kunda millionta kitobni yodlab olish bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Ongli ravishda yondashuv baribir o'ziga xos o'ringa va
qiymatga ega tarix masalasini o'rganishda. Mana shunaqa gaplar, hurmatli kuzatuvchilar. Kelasi darslargacha, video darslar yoki videoroliklargacha xayr sog' bo'linglar.